Alaq surasi Makkada nozil qilingan 19 oyatdan iborat. Alaq lahda qon demak. Bu yerda ona qornidagi homilaning rivojlanish jarayonidagi bir bosqich, ya'ni lahda quyuq qonga aylangan holati. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle o'qing ey Muhammad. Butun borliqni yaratgan zot bo'lmish Rabbingiz ismi bilan u insonni lahda qondan yaratdi. O'qing, Rabbingiz esa karamlidir. U insonga qalam bilan yozishni ham o'rgatdi. U insonga bilmagan narsalarini bildirdi. Dar haqiqat inson haddidan oshar. Bunga sabab o'zini boy behojat sanashidir. Ey inson, albatta qaytish Rabbing huzurigadir. Ey inson, ko'rdingmi qaytarayotgan kimsani, bandani namoz o'qiganda? Ko'rdingmi agar u qaytaruvchi o'zi to'g'ri yo'lda bo'lsa ekan, yoki o'zgalarni taqvoga, Allohdan qo'rqishga buyursa ekan? Ko'rdingmi agar u namozdan to'suvchi kimsa aksincha haqni inkor etsa va u iymon keltirishdan yuz o'girsa, albatta Alloh uning bu qilmishlarini ko'rib turishini bilmaganmidi? Yo'q, qasamki agar u bu yo'lidan qaytmasa, albatta biz uning peshona sochidan tutamiz. O'sha yolg'onchi, adashgan kimsaning peshona sochidan tutib jahannamga oturmiz. Bas u o'zining jamoasini yordamga chaqira bersin. Biz esa azob farishtalarini chaqirajakmiz. Yo'q, ey Muhammad, siz unga itoat etmang va yolg'iz Allohga sajda ibodat qilib, unga yaqin bo'ling.